25-savol. Demak, gomolog bo'lib turgan 2 dona kislotaga, ya'ni ketma-ket joylashgan bir uglata farqida 2 dona kislota, sen H2+1 SOH, sen 1+1, H2+3 SOH. Etanol qo'shamiz. Etanolning massasi 18,4 bo'lgan, 46 bo'lsak 0,4 mol. Bular ikkisi ekvivalyar bo'lgan. Demak, bularning moli teng bo'lsa, buni ham moli teng bo'lib 0,4 bo'lishdan 0,2 bo'ladi. Bular ham 0,2 moldan bo'ladi. 0,2 molni moleya massa ko'paytirib massani topib chiqamiz. Ko'paytirib 26,8 ga tenglaymiz. Berib qo'yadi. En teng 1 chiqdi, demak sirka kislota ekan 12 gram bo'ldi. Keyingi savol 36-savolda 36-savol nima berilgan? Barikarbonatning bir qismi parchalangan, bir qismi qolgan. Shu parchalangan vaqtida olingan aralashma 50,3 bo'lgan. Bu bilan buni yig'indisi gaz bo'lsa 4,48 litr yoki 0,2 mol bo'lgan. 0,2 mol so'yib chiqsa 0,2 mol bu hosil bo'ladi. Shuni massasi 36. Bu ikkisi 50,3 bo'lsa 36 ni topsak 19,7. 19,7 ni mol topsak 0,1 mol. Keyin bu ikkisini endi qo'shamiz 50,3 grammini suv. Shuncha bo'ladi. Buni ham aytib turibmiz 19,7 gram bu cho'kib turgan barikarbonat bo'ladi. Bu prosti bariy oksidi suvda eridon oksid va asosli oksid shu bariy oksid chiqadi 0,2 moldan 0,2 mol. Bu yerda 0,2 mol suv sarflanadi dedik. Keyin ustidan ham nitrat kislota qo'shildi 63 gram. Shuni eritmasi 0,6 zich narsa bo'lsa, massa ulushi molni topsak 0,6 mol bo'ladi ekan. Nitrat kislota eritmasindagi suvni topsak 25,2 gram bo'ladi ekan. Uni ham qo'shamiz hali. Keyin bariy gidroksida bu yerda chiqdi-ku, bariy gidroksida qo'shamiz nitrat kislota 0,2 molni qo'shsak 0,4 mol sarflanadi. Bariy nitrat karbonatni qo'shsak, bu ham erib ketadidan 0,2 mol, общий 0,6 mol shundan nitrat kislota sarflanadi. Shundan 0,3 mol nisbatan ekan bariy nitrat hosil bo'ldi ekan. 0,3 mol bariy nitratning massasi 78,3 bo'ldi. Keyin 0,4 mol suv chiqadi, 0,1 mol suv chiqadi. Umumiy 0,5 mol suv chiqqan, 0,2 mol suv sarflangan. Shunda farqi 0,3 mol. Reyslar bo'yicha farqi bu. Reyslar bo'yicha suv 5,4 gram chiqdi yana ajralib. Avvalgi suvga qo'shimcha. Avval bu yerda 169,4 bor, 25,2 bor, keyin 5,4 qo'shamiz. Hammasini qo'shsak 200 gram suv bo'ldi shu yerda. Demak, 200 gram suv bor, eritmada tuzdan 78,3 bor, lekin 100 gram suvda 5 gram tuz erisa, 200 da 10 gram eridi. 78,3 da 10 gram erigan bo'lsa, qolgan 68,3 cho'kmaya tushadi. Menimcha shu yerdan bir nazariyasi qo'yib o'xshaydi. Musbat zaryadli elektrod, musbat zaryad tok keladigan elektrod qaysi? Anod bo'ladimi? Manfiy zaryadlisi bo'lsa, katod bo'ladi, to'g'rimi? Shunday bo'lib turibdi-da, shunda. Bunga nitrat kislota qo'shamiz. Nisikka nitrat. NO2 suv chiqadi. Uch mol gaz ajralib dedi. Bu 1 mol ekan, bu esa 3 mol ekan. Bu necha bo'ladi shunda? 1,5 bo'ladimi? Bu necha bo'ladi shunda? 1 mol bo'ladi, to'g'rimi? Shunda massa katod necha bo'lgan? Katoddagi mis 1,64 ga ko'paytsangizlar 96 gram bo'ladimi? Massa anod bo'lsa 1,64 ga ko'paytsak 64 gram. Boshdan necha bo'lgan shunda bo'ladi. Ya'ni 90 boshda bo'ladi, masalan 96 avval nechadir oshgandan keyin x orttirsak 64 esa x ni kamayganini qo'shsak tenglashadi. Shunda 2x teng 32 bo'ladidan x teng 16 chiqadi. Demak, bo'lgan ekan shunda bu. Bu yerda bunday masala emas. Anodda mis 0 o'tadi. Yani +2 o'tadi 0 dan. Katodda bo'lsa mis +2 mis 0 o'tadi. Ya'ni 0,5 mol 16 grammi anodda erib ketadi. Katodda bo'lsa 0,5 mol hosil bo'ladi. Tushunarli? Shunda x + y ni toping desa, x degani bu faraday 0,5 faraday desak bo'ladi. 0,5 faraday. Ya'ni y gram farq qildi degandagi farqi bu 16 gram farq, yo'q, inbet narsa ekan farqi. İkisinin arasındaki fark bu ham y teng, bu ham 32. Shunda 32 yarimdan javob bor. Alyuminiy bilan metal bo'lsa, shuni deydi
ishkor bilan qo'shamiz. Metal oksidi ekan, bu ionli metal oksidi. Alyuminiyga ishkor qo'shsangiz natriy OHni suv eritmasini natriy alyuminiy O2 bilan vodorod chiqadi. Bera 2 2 2 2 qo'yib, bera 3 qo'ysangizlar, masalan bu 2x dan 3x chiqadi vaqti, shu ajralgan gaz yondirilsa edi, shu vodorodni yondirsak, suvni barq qo'ydi keyin. Bu 0,3 mol ekan. Shunda bu qancha bo'ladi? 0,3 bilan buni to'g'ri 0,3 dan ketaramiz endi. Bu 0,2 bo'ladimi shunda? Ikisini massasini tushadi. 29.4. Endi chiqib turgan vodorodni o'zi hali yana metal bilan suv chiqaveradi ekan-da bu. Bu 0,3likni ham yana olib, bir 0,3 ta bosa bo'ladi-da. Massa alyumin topsangiz qancha bo'ladi? 0,2 ni 27 ga ko'paytsak 5,4 gram bo'lsa, massa metal oksid necha bo'ladi shunda? 24, to'g'rimi? Moliya massasini topsak 24 ni 0,3 ga bo'lamiz. 80. 80 ni 16 dan olsangizlar mis bo'ladi. CnH2 ni qo'shamiz. Kaliy permanganat plus suv. Bunda CnH2OH dan 2 bilan marganez 4 oksidi plus kaliy OH chiqadi. 324 322 bo'ldi. Shunda cho'kma chiqdi shunda, to'g'rimi? Keyin 19.2 gramligi bor. Bu bilan butin 1. Kumush oksid qo'ysak nima kelishadi bu yerda? Kumush saqlangan cho'kma bo'ladi. Plus suv chiqadi. Prosta bir 2 qo'yish kerak-da. Bir ham 2 qo'yish kerak. Bu portlovchi qanchasi bilan girish kerak alkenlar? Brom bilan girishganda bir girishadimi? Alkinasa C4H6-chasi bilan girishadi. 2 dona brom bilan girishadimi? Bo'ldi, sho'dan reaktor tarafini yozib bilasizlar. CnH2 brom 2, C4H6 brom 4 bo'ladi. Bu yerda shart emas. Biz sho'dan turib endi bromning molini topib olamiz. Sarflangan bromning moli necha bo'ladi? 400 gram 0,28 ga ko'paytirib bo'lamiz 160. Necha bo'ladi? 0,75 necha? 0,7 mi? 0,7. Demak, bu x bo'lsa, bu x, bu y bo'lsa, bu 2y. Bir tenglama, shunda 0,7 ekan shu. Keyingi. Buni 3x desak bo'ladi o'xshaydi. Nimada 3x ku bu? Bu ham 3x bo'lsin. 3x bo'lsa bu necha? 2x bo'ladimi? Keyin buni bu yerda 2 deb olamiz maxi. 2y bo'lsa, bu yerda ham 2y deb bo'ladi. Bu ham shunda 4y bo'ladi. To'g'rimi? Ikkinchi tenglama. Endi bu necha bo'ladi? Bu ham 2y bo'ladimi? Birinchisi cho'kma ko'payadi, to'g'rimi? Massa marganez 4 oksid topamiz. X ko'paysa 87 ga 174x massa shuni moddadan C4H5 deb yozib 2 ko'paytirsan nechaga? 48 53 ga 108 161 322y 174x dan olamiz 322y ni teng farqi bor shularning ikkisini 14.8 ga keyingisi 3x plus 4y teng 0,7 ga teng. Men bu L8 ko'payam shunda. Ot tashlasak shulardan bir joy bo'lsa, shurga yozib beramiz endi. Ko'paytirib aytavering shuni. Ot tashlasak uni bo'lmaydi. Qara. 174x minus 322y teng 14.8 bo'lsa, 174x plus
232 yirik bo'ladim. Teng 7 8 56 bo'lsa 46 bo'ldi. Endi shuni olib tashsak, nedan noshak bo'ldi? Bundan buni olamizda. 232 dan yirikdan olamiz minus 322 yirikni. Shu yerda qo'shib ketiladi bu. Asak bundan 8 va 9 bo'lib qolgan bo'lsa 5, 3 bo'lgan bo'lsa 2 bo'ldi shunda. Qo'shib versak 4 2ni 48 da 6 ni qo'shsak 54 bo'ladi. 54 ga ko'paytiramiz. Necha chiqadi? 10.8 mi? Massasini h ekanini topib olamiz. 19 u 2 dan olamiz 18 ni. Javob 8 u 4 bo'ladi. Buni moli 0.3 bo'ladi shunda. Moliya massasini topsak 8 u 4 ni 0.3 ga bo'lamiz. Necha bo'ladi? 28 bo'ladi. 14 n teng 28 chiqib n teng shunda 2 chiqadi.